uzoqda bo'lsa ham uzoqdan tabriklang. Ena, Aziza singlim, mehri singlim, qizlar, jiyanlarim hammalaringni kirib kelgan 8-mart bilan tabriklayman. Birinchi o'rinda sog'lik tilamoqchiman sizlarga. Chunki sog'lik juda ham muhim, buni hamma biladi. Men aytmasam ham bilasizlar. Shunday bo'lsa ham, mana Robin menga gul sovg'a qildi. Men sizlarga sovg'a qilaman bu gulni, onlayn bo'lsa ham. Qizlar jonlar. Biz oilamizda qizlar ko'p bo'lgani uchun 8-mart biz uchun bizning oilamiz uchun, ayniqsa bizga oilamizga tegishli. Gulda haqiqatan ham lekin hidi bor, hidi yo'q. Video ishlash uchun ichiga pul solsin deb hidi yo'q dedi. Jo'rtaga Robinni oldim, to'g'rimi? Balkonimizda mazza o'tiribman, mana gulni hidlab, kofeni ichib, mana. Yaxshi ko'raman sizlarni.